Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Tezkor xabar: Rossiya patentni bekor qilishga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada mehnat migratsiyasi qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. Davlat dumasiga patentlarni bekor qilish va yangi modelga chet ellik ishchilarni maqsadli yollashga o'tishni talab qiluvchi qonun loyihalarini to'plami taqdim etildi. Yangi qoidalarga ko'ra, migrantlar mamlakatga faqat ma'lum bir ish beruvchining taklifnomasi bilan kirishi mumkin. Ish ruxsatnomasi faqat bitta mehnat shartnomasining muddati davomida amal qiladi. Agar shartnoma bekor qilinsa, xorijiy ishchi Rossiyani tark etishi kerak. Boshqa ish beruvchiga o'tishi imkonsiz bo'ladi. Migrantning Rossiyada bo'lish muddati mehnat shartnomasi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Uni yangi taklifnomasiz uzaytirib bo'lmaydi. Ish beruvchi chet ellikning mamlakatdan chiqib ketishini osonlashtirishga, shu jumladan uning uchun to'lovlarni amalga oshirishga majburdir. Qonun loyihasida migrant ishchini yollash bilan bog'liq barcha xarajatlar, jumladan hujjatlarni rasmiylashtirish, tibbiy ko'riklar, sug'urta va uy-joy xarajatlari ish beruvchiga yuklanadi. Shuningdek, xodimning o'z vaqtida ketishini ta'minlash uchun ham javobgardir. Bu yirik biznes uchun maqbul bo'lishi mumkin, ammo kichik kompaniyalar uchun bunday xarajatlar jiddiy muammoga olib keladi. Asosiy qoidalardan biri yangi tizim ishtirokchilariga yashash uchun ruxsatnoma va fuqarolikni olishni taqiqlashdir. Shuningdek, migrant oila a'zolarining, jumladan ota-onalar va aka-uka, opa-singillarning kirishini taqiqlash taklif qilmoqda. Yangi tizim bo'yicha kelgan barcha migrantlar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy biometrik testdan o'tishlari shart. Ushbu ma'lumotlar yagona davlat tizimiga kiritiladi va ularning qolish muddatini avtomatik ravishda kuzatib boradi va agar kerak bo'lsa, chiqish tartib-qoidalarini amalga oshiradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'zgarishlar migratsiya oqimini yanada qattiqroq nazorat qilishga qaratilgan. Biroq yangi tizim qonuniy ish bilan ta'minlashni sezilarli darajada qiyinlashtirishi sababli noqonuniy ish bilan ta'minlashning ko'payishi ehtimolga yaqin. Chet elliklarning Rossiyada vizasiz vaqtincha qolish muddatini 90 kundan 30 kungacha qisqartirish taklif qilindi. Bunday qonun loyihasi Davlat dumasiga Davlat dumasining Sog'liqni saqlash qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Fedot Tumosov tomonidan taklif etilgan. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda Rossiyada asossiz 1 yil ichida 90 kundan ortiq qolish mumkin emas. Agar siz ushbu vaqt davomida patent, RVP, VNJ rasmiylashtirsangiz yoki o'qishga kirgan bo'lsangiz, bu sizga ko'proq muddatga qolishga imkon beradi. Rossiya Federatsiyasida ishlash davrida murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qolgan, tazyiqqa uchragan, majburiy mehnat yoki zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'zbekistonliklarga moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Migratsiya agentligi Moskva va Moskva viloyatidagi 15 taga yaqin hostel va sutkalik mehmonxonalar bilan shartnoma imzolagan. Agar fuqaro murakkab moliyaviy ahvolda turar joysiz qoladigan taqdirda agentlikning Moskvadagi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkin. Vaziyatni o'rgangan holda fuqarolarga 30 kungacha bepul yotoq joyda yashash imkoniyati beriladi. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar, agar hujjatlaring bo'lmasa, sizlarga yangi yilgacha O'zbekistonga chiqib ketish maslahat beraman. Chunki Kun.uz rasmiy kanalida ham chiqdi. Agar siz hujjatingiz bo'lmasa, 1-yanvardan boshlab qattiq reydlar ketadi. Bular hozir nima bilan ugrajat qilyapti? 3 yillik qamoq bilan. Agar hujjatingiz bo'lmasa, 3 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Mana shu Kun.uz rasmiy kanaliga kirib o'sha ma'lumotni olishinglar mumkin. Bu videoni nimaga chiqaryapman? Bu hazil narsa emas. Mana shu Hindistondan ishchi kuchi ham olib kelyapti. Bu hammasi bekorga emas, ehtiyot bo'lasizlar. Bular
pramoy shunchaki aytolmayapti-da. Davay bo'ldi, davay yig'ishtir chamadonlaringni uyga hammang deya olmayapti. O'shaning uchun hujjatli yo'llarga yangi yilgacha chiqib ketishni maslahat beraman. Ehtiyot bo'lasizlar. 12 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonning Ashxobod shahrida betaraflikning 30 yilligi forumi boshlanishidan avval oyoqda tik turib suhbatlashdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Liderlar suhbatni forum delegatsiyalari rahbarlari ishtirokidagi birgalikdagi suratga tushish marosimidan keyin boshlangan. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari majlislar zali tomon yo'l olar ekan qisqa suhbatlashib, bir-birlarini quchoqlashib qo'ygan. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya Ichki ishlar migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatmoqda. Xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Xorijliklar reyestrga tushib qolganida bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtira olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalari ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar majburiy qoidabuzarliklar sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026 yil 28 yanvardan boshlab Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Maorif vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. Sankt-Peterburgning Pargolova shaharchasidagi avtomobil ta'mirlash ustaxonasida fojia yuz berdi. Bolgarka ishlayotgan migrant bilan baxtsiz hodisa yuz berdi. Manbalarga ko'ra, 48 yoshli o'zbekistonlik erkak bolgarka yordamida geometrik yopiq 200 metrlik metall bochkani ochishga uringan. Bochka to'siqdan portlab ketgan. Portlash erkakni bir necha metr uzoqlikka uloqtirib yuborgan. Tekshiruv natijasida uning bo'yniga kesilgan jiddiy jarohatlar borligi aniqlangan. Voqea joyiga tez tibbiy yordam chaqirildi. Tez tibbiy yordam xodimlari ishchini qutqara olmadi. Muhojir kasalxonaga ketayotganda tez tibbiy yordam mashinasida vafot etdi. Shimoliy G'arbiy federal okrugi bo'yicha Davlat mehnat inspeksiyasi mutaxassislari hozirda hodisaning barcha holatlarini aniqlash uchun tergov olib bormoqda. O'zbekiston Rossiyadan makaron sotib olishni oshirdi. Rossiya makaron mahsulotlari eksportini 2025 yilning dastlabki 9 oyida 21% ga oshirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi eksport mahsulotlarini rivojlantirish federal xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu davrda Rossiya 154 million dollarlik makaron mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib bergan. Eksportning asosiy ulushi an'anaviy tarzda qo'shni davlatlarga to'g'ri keladi. Belarus 35% ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Yil boshidan buyon ushbu mamlakatga 54 million dollarlik mahsulot jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% ga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2024-yilda Rossiyadan 34 million dollar qarz olgani haqida aytilgan edi. Siyosiy maslahatchi Igor Dmitriyev o'z maqolasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat migrantlari mavjud integratsiya qiyinchiliklarga qaramay boshqa mintaqalardan kelganlarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoliklar postsovet hududida o'sgan va shahar hayoti bilan tanish, ko'pchilik rus tilida gaplasha oladi va ma'muriy tartiblarni tushunadi. Bu esa ularning Rossiya jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Dmitriyev bu migrantlarning Rossiya iqtisodiyotiga, ayniqsa an'anaviy ravishda ishlagan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga qo'shgan hissasini yuqori baholaydi. U ular Rossiya iqlimi va ish muhiti bilan yaxshi tanish ekanligini va allaqachon ijtimoiy aloqalar o'rnatilganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga muallifning ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo migrantlarga qarshi axborot kampaniyasi fonida Afg'onistondan ishchi kuchini jalb qilish rejalari haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Dmitriyevning so'zlariga ko'ra, afg'on fuqarolarini o'qitish darajasi va integratsiya salohiyatini ancha pastligi jihatidan bunday niyatlar ko'plab savollar tug'diradi.